Mana keyingi obyektimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida. Bugungi chislo 2026-yil 20-yanvar. Stadionimizni tugatdik. Tashqi ko'rinishlari. Hozir ichki holatdan ko'rsatamiz. Mana stadionimizning ichki holati. Xudo xolasa bu stadionni bir hafta oldi topshirganimizga tunikalari yopilmadi. 22 ga 42 stadion. O'yin bo'lyapti. Buna qilib setkalar tortilgan. Yonbosh setka, tom setka bo'lib, gazonlarini Xitoy gazonlaridan bosib berdik. Projektorlar ham qo'yildi mana. Shu holatda bemalol o'yin qilinsa bo'laveradi. Birar yildan keyin o'zidan pul chiqarib tunikasini yopib olsa bo'laveradi. Hozir mana kuniga 4 soat 5 soatdan o'yin bo'lyapti. Namangan To'raqo'rg'onda. Shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatimiz bor. Futbolga qiziqadigan oshna og'aynilaringizga jo'natib qo'yasizlar.